bir guruh faol jurnalistlarni taklif etganmiz. Bayram muborak bo'lsin, xush kelibsizlar. Bayram boshlanganiga bir hafta bo'ldi adashmasam, ha? Bayram muborak bo'lsin deb qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, studiyamizga Mening yurtim telekanali Andijon viloyati bo'yicha muxbiri Dilfuz opa, Sevimli telekanali Andijon viloyati bo'yicha muxbiri Gulzira va Andijon viloyati bo'yicha operatori Nasibullohlarni studiyamizga taklif qilganmiz. Hamkasblar, bayram muborak bo'lsin ustozlar. Bugungi zamon oddiy avvalgi shu haqchil materiallarni shunchaki yetkazib berishni emas, mana aytganidek kreativ yondashuv bir. Men Gulziraga bir boshqacha bir savol bermoqchiman. Ayol kishi muxbir jurnalist, bu ham mana Gulzirani bir bolaligidan bilaman. Aynan mana shu telekanalga kelib, hozir farzandlik qildi mana shu telekanal. Turmushga berdi mana shu telekanalni. Nima uchun endi Gulzira jurnalistikani tanladingiz va qiyin emasmi? Bilaman-da, nodavlat telekanallari deyarli bugungi kunda tahliliy, tanqidiy materiallarni joydan beradi va u ko'p ham ana shu mahalliy hokimlikka, tashkilot, muassasalar rahbarlariga yoqavermaydi, to'g'rimi? Bu jarayonga o'zingizni qanday mosladingiz? Avvalo taklif uchun rahmat. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin. Birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsam, jurnalistikani tanlashim bu bolalikdan. Onam bu kasbga qiziqtirgan. Onamda armon bo'lib qolmagan demagani, lekin jurnalistlarga bir boshqacha boqib, boshqacha qarashlari meni shu kasbga qiziqtirib qo'ygan. O'zim ham qanaqa qilib shu onamni boshqacha shu kasbga qiziqqanini ko'rib turib, shu o'zim ham bilmay qolganman shu kasbga qiziqib ketganimni. Ko'pchilik meni uyatchang, tortinchoq qiz bo'lganim uchun sendan chiqmaydi deyishardi. Qarindoshlarim ham nima qilasan bu kasb tanlab, qo'y boshqa kasb tanla, sendan chiqmaydi bu kasb deganda, ayni kasb tanlash yoshimda ham shunaqa maslahatlar berishgan, bu kasbni tanlama, keyinchalik qiynalasan, oila qurganingda ham qiynalasan deyishgan. Shunda rosa yig'laganman, nahotki men jurnalist bo'la olmayman deb. Shunda onam aytganda, nimaga bo'la olmaysan ekan, bo'lasan, sendan chiqadi. Shunaqa ruh bergan, shunaqa motivatsiya bergan, hech esimdan chiqmaydi. Men ichimda shunaqa niyat qilgandim. Toshkentda borib to'g'ri ishlay olmasman oilaviy sabablar, lekin shunaqa jurnalist bo'laman, Toshkentgacha, respublikagacha ovozim yetadi degan niyatim bo'lganda, qarangki, shu bolalikdagi niyat Allohga shukr amalga oshdi. Endi ayol jurnalist bo'lish oson emas. Yoningizda hamrohingiz zo'r bo'lsa, hamrohingiz qo'llab-quvvatlab tursa, bu kasbni yengib o'tsa bo'ladi. Ya'ni yonimdagi hamrohlarim meni shunaqa kuchli. Mana birinchi o'rinda onam meni shunaqa ruhlantirib tursa, yonimdagi hamkasblarim ham shunaqa insonlar. Juda ham yaxshi insonlar. Eng birinchi o'rinda mana operatorim doim qo'llab-quvvatlab turadi. Mana hozir syomkaga kech qolgan bo'lsam ham ular birinchi kelib meni qo'llab-quvvatlab turdi. Himoya qilib turdi. Mana oilali bo'lgandan keyin shunaqa holatlar bo'ladi. Kech qolish mumkin, farzandim bemor bo'lib qolish holatlari bo'ladi. Shunda ham ko'p marotaba shu ham muxbir, ham teleoperatorlik vazifasini bajarib turadi. Ikkalamiz hamohanglikda shu bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan holatda ishlaymiz. Endi albatta tahliliy tanqidiy materiallarga keladigan bo'lsak, tahliliy tanqidiy material tayyorlash oson emas. Birinchi yosh bo'lgan paytimda juda ham qiynalganman. Mana sekin-sekin asta yonimdagi mana Dilfuz opa kabi ustozlardan o'rganib, ulardan maslahat olib, bu yo'nalishda, ya'ni bu borada ham ishlashga harakat qilyapmiz. Albatta mutasaddilar o'rganishi qiyin, tahliliy tanqidiy materialni qabul qilish qiyin. Yonimda erkak hamroh, ya'ni teleoperator bo'lgani uchun, menga kuch berib turgani uchun nima, ayol bo'lsam-da erkak mutasaddilar qilaveraylik deydi. Mutasaddilarga ham o'zi ichkaridan menga ruh berib turgani uchun ketdik deyman-da, mikrofonni olib savollarni berib qo'rqmaymiz. Muhim o'zgarishni qanday his qilasiz? Mana siz borgan joydagi vaziyat, mavzuga qaytganingizda o'zgarish bo'ldi. Odamlarda chehrasi
nimanidir amalga oshirdi. Masalan, inson qaysidir amallari bilan insonlarning ko'nglida qoladi, ko'nglidan joy oladi, ularga masalan yaxshilik qilib bir yaxshi bir mehnat orqali hurmat qozonadi-da. Ana shu jarayonda, "Voy, ana Gulzira qizim kelyapti, bizni mahallamizga suv kelmaganda, ana shu suv muammosini hal qilishda yordam berdi." Endi jurnalist u puli ko'p, ana shu hududga borib quvur yotkizib berishga qodir inson emas, lekin ana shu jarayonda bir harakatga keltirib beradigan bir kuchda, to'g'rimi? To'g'ri. Albatta kasbimdan faxrlanadigan jihatlar ko'p. Mana shunaqa ko'p holatlar bo'lgan. Ya'ni insonlarning kelib alohida minnatdorchilik bildirganliklari, murojaatga borsak aytishadi. Bizni suvimiz yo'q, suv olib kelib beringlar. To'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz. Biz olib kelib bermaymiz, mutasaddilarga muammolarni yetkazamiz. Endi mutasaddilar muammolarni o'rgansa, ijobiy hal etilsa, bu bizni ham yutug'imiz. Sizlar kabi biz ham xursand bo'lamiz. Keyin oshga kelinglar deydi. Albatta ijobiy hal bo'lsa, birgalikda osh yeymiz deb xursandchilik bilan kayfiyat ko'tarib shu tasvirga olamiz. Albatta bunday ijobiy holatlar bo'lsa quvonamiz. Ustozlarimiz aytardi-da, Nasibullo, operatorlarchi vaziyatda, mana hozir siz Gulzirani vaziyatdan olib chiqib ketdingiz-ku, ana shu joyda o'zini qurbon qiladigan insonlarda keyin faqatgina har qanday jarayonda bir ko'z bilan kuzatuvchilar hisoblanadi, bir ko'zli qahramonlar hisoblanadi. Buni bilsangiz kerak, to'g'rimi? Ana shunday mashaqqatli kasbda sizlarga omad tilayman. Ertangi bayramni yaxshi o'tkazib olinglar. Kelajakdagi ishlaringizda omad, kreativ yondashuv va yutuqlar. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'ksingizni bir medallar bezab tursin. Biz ham mana shu bilan qutlash bizga ham nasib qilsin. Rahmat katta, sog' bo'ling, omon bo'ling deb qolamiz.